Xullas, qaranglar, bu yerda mana bunaqa отдел qilib qo'yishgan. Musor idishlar. Tak, bu yerda soqol oladigan mana bu Philipsga zubnoy shotkalar, mana qizlar narxlari bilan qo'yaman. $170. Qaranglar. Qizlar qaranglar, Adidas'ni 3 taligi, misol uchun ikkita futbolka, bitta shortiligi, mana qaranglar, mana bunaqa rasmda ko'rsatib qo'ygan. Mana bunaqa o'g'il bolalarniki mana bunaqa rang. Xullas, buni $16 ga qo'yibdi. 1599. O'zi mana $20 bo'lgan, -4. Ko'rasizlar? Shortiga bilan. Ammo bu o'g'il bolalarniki. Mana bunaqa. Mana shortiga ham bor, seri futbolkasi bilan birga. Tak, mana bu yerda 3 taligi qizlarga qaranglar. Multigiroylarniki. Tak, buni ham $15 ga qo'ygan. Xullas, mana bunaqa multigiroylarni rasmi tushirilgan. Xullas, hozir mana bunisini ko'ramiz. Bu $13 ekan qizlar. 4 talik ko'rasizlar, mana bunaqa futbolka, shima, mana bunaqa futbolka shorti qizlar. Bu $13 ga вообще zo'r narxda. Shuncha 4 talik narsa. Nima deb o'ylaysizlar, to'g'rimi? Qaranglar, bu yerda даже mana bunaqa qurib ko'rsatishgan. Bolalarning o'ynaydigan playgroundini ham sotishadi. Bu qurilgan holati. Bu yerda mana qurilmagan holati. Narxini ko'rsataman. Mana qizlar narxi. Bu yerda hamma narsa bor. Mana bunaqa domiklar ham bor. Qaranglar. Bu domikning narxi mana $350 ekan. Bu yerda даже kitoblar ham bor. Hozir sizlarga kitoblarni ko'rsataman. O'g'lim ozgina yig'layapti. Qaranglar, shunaqa zo'r kitoblar bor bu yerda. $11 ga kindergartenga chiqadigan bolalar uchun shunaqa qalin o'rgatadigan mana phonicslar, yozish, alfavit, numberlar, sanashlar, xullas science, life skills mana qaranglar. Har xillari bor. Ichida shunaqa zo'r. O'zim ham olganim uchun menga yoqadi bu kitob. Mana 4-sinf uchun bor. $11 o'zi narx qizlar mana. Bu yerda toddlerlarga, ya'ni o'sha 2-3 yoshdagi bolalar uchun ichida qaranglar, ranglar, har xil shapeslarni 3 burchak, 4 burchak o'zbekchada alfavitlar, numberlar mana ko'rasizlar, bo'yaydigan, yozadigan, chizadigan shunaqa zo'r narsalari bor. Osa arziydi $11 ga, rostdan aytaman. O'zim olganim uchun bu yerda qaranglar, puzzle, mozaikalar deyilardi o'zbekchada. Shunaqa imam bitta muzikali har xil $15 ga qaranglar kitoblarni hozir sizlarga ochib ko'rsataman. Mana bu yerda bunaqa muzikalari bilan, bu hozir menimcha yoqilmagan. Endi olganingizda yoqasiz. Menimcha orqasidan mana narsasini olib tashlasanglar, muzika bilan etiladi. Har xil bolalarga, bebilarga zo'r nima deydi, muzikali kitoblar ham. Mana buni qaranglar. 3 yoshdan mana 5 yoshgacha degan $15 ekan qizlar. Buni ham hozir agar ichini ocha olasam sizlarga ko'rsataman. Voy, ochilmayapti. Qaranglar, alfavitlari bilan birga. Xo'p, o'g'lim, hozir qaranglar, shunaqa zo'r kitob qizlar. Men o'zimga juda ham yoqadi bu kitoblar. Ichida mana bunaqa chizib chiqsa bo'ladi. Soatlar, mana o'zining qalamlari, markerlari, kitoblari. Nima deydi, hozir yana ko'rsataman sizlarga. Mana kartlari, har xil chizish hammasi ichida bor xullas. Xullas, bu yerda o'rganadigan zo'r kitoblar. Bunisi mana muzikali kitoblar. Mana bu qaranglar, bu puzzle, mozaikada. Xullas, $15 ekan. Bu ham buni ichini sizlarga ko'rsatdim. Endi men bularni ko'rsatmoqchiman. Qaranglar, hozir buni narxini $13 qizlar. Shunaqa zo'r kitob, ishoninglar, yozishga, chizishga hozir sizlarga ko'rsataman ichini. Mana qaranglar, o'qish, yozish, har xil matematikalar, muzikalar, mana bu yerda bolalarni qiziqtirish uchun birinchi hozir sizlarga ko'rsataman. Birinchi stranitsasida xullas stikkerlar bor. Mana qaranglar, yozib chizadigan, mana bu harflarni yozib chiqishadi. Bir-biriga ulaydigan joylari, xullas har xil narsalar bor-da. Juda ham katta kitob bu. Men olganim uchun sizlarga bemalol buni ham tavsiya qila olaman. Ichida mana qaranglar, plus 100 ta stikerda. Juda ham katta. Mana buni har xil yoshdagilariga bor. Masalan, hozir ko'rsataman sizlarga. Kindergarten, toddler mana. Mana preschool ham bor.
Hozir buni ichiga qo'yib qo'yaman. Men bu o'yinchoqlarni qaranglar, qum soladigan, misol uchun men bu plyajlarga borganda bu yerda ko'p-ku plyajlar, o'shanga bolalar o'sha yozda mana bunaqa idishli o'yinchoqlar qo'yib qo'yishgan. Bolalarga 23.49 ekan, ammo bu $95 ekan. Qaranglar, bittasini olib ko'rsataman sizlarga, nimaligini ko'rsatmoqchiman. $95 ekan. Ko'ryapsizlarmi? Bitta ochib qo'yishadi shunaqa ko'rish uchun bolalarni. Hozir o'g'lim ham bitta try qilib ko'rmoqchi. Voy, tushirib yubordi. Ularning o'yinchoqlari, mana bunaqa o'yin ham bor ekan, qaranglar, $70 ekan, 69.99. Mana bu juda ham katta bubblelar chiqaradigan, как бы o'yinchoq bolalar uchun. Qaranglar. $22 ekan. 21.99, это значит $22 degani. O'g'limga yoqdi mana. Bu yerda chimadanlar mana qo'yib qo'yishgan, portfellar, sumkalar, yolligi. Katta mana bunaqa yo'lga oladigan sumkalar, stulchiklar mana ofisga qo'yadigan. Mana bu yerda Dyson'ni mana fenlari ham bor. Narxi $400 qizlar. Mana shu fenini ishlataman. Feni bizga juda ham yoqadi. Bu yerda mana bunaqa jingali qiladigan har xil Dyson'ni mana nasatkalari bilan. Buni narxi $580. Bu yerda mana bunaqa har xil fenlar ham bor. $220 da. Bu mana bu $30 ekan. Bolalarga mana bunaqa karsitlar, stullar. Qaranglar, mana buni $27 ekan. Gullarni solib qo'yadigan set ekan, bu ham chiroyli. Mana bu shag'amlar. Rosa katta ekan, lekin qaranglar, ichida 5 talik. Tak, $50 ekan qizlar. Idishlar, qozonlar $60 ekan. Mana bu qozon qaranglar. Ikkita bo'lar ekan ichida, mana oq. Tak, $60 ekan. Bu $35. Mana bu yerda tefalli 3 talik skоворodkalari $40 ekan qizlar. Bu yerda xullas tefalli, qozonlar, hozir mana idishlar $40 mana qaranglar. Bu terma ovqatlar soviladigan. Men bilan o'sha sumkalar ichida o'sha suv, bu mana har xil snacklar, narsalar solsanglar bo'ladi. Mana bu qaranglar $18 ekan, bu $25. Tak, odamlar o'tib olsin, hozir sizlarga yana ko'rsatishga harakat qilaman. Yastovlar qaranglar, $30 ekan. Bu yerda har xil oziq-ovqatlarni отделы. Hozir qo'limdan kelgancha sizlarga ko'rsatishga harakat qilaman. Bu yerda женский topchikalar, noskilar. Bu yerda har xil kiyimlar. Qaranglar, bu yerda женский noski, maykalar, shalvarlar. Mana masalan, mana bu mayka $10, lasina $7, почти $6 97 ekan. Mana bu $16, $7, $10 narxlari bilan erkaklarnikimi. Hozir buni narxi mana $13 ekan. Tak, mana bu jinsilar erkaklarniki $20. Tak, hozir mana bu ayollarniki ekan. Mana bu shim masalan $18 ekan. Mana bu futbolkalar tak $10 ekan qizlar. Mana buni qaranglar. Masalan, Calvin Klein'niki 3 talik seti. Hozir ko'ramiz. Mana $16 ekan qizlar. Buni har xil
tsvetlari bo'lar ekan. Mana rozovый, mana bunaqa tsveti bor, mana bunaqa zeleniylari, xullas ular $16 ekan. Mana bu bolalarni tepapasi, masalan, mana bunaqa bo'ladi. Qaranglar, shortiga bilan rubashkada $13 ekan. Tak, mana bu ham qizlarniki ekan, qaranglar. Shortiga bilan bu ham $13 ekan. Xullas, mana shu ikkita setligi $13 ekan, qizlar. Tak, mana bu cho'miladigan kiyimlar bolalarniki. Tak, $13 ekan, qizlar. Xullas, bular $13. Mana bular katta bolalarniki уже. Tak, bu ham $13 ekan. Bu yerda mana bunaqa qaranglar, playgroundlar ham sotiladi. Bolalarning uchadigan anaqalari. Mana 1299. Qizlar, masalan, mana bu ikkitali pijama ekan, $16 ekan. Mana bu 3 tali ichida futbolka, mana shalvari, shortiga bu $13 ekan. Hozir skidkada qaranglar, mana. O'zi $17 bo'lgan. Hozir mana bu yerda ham bunaqa kiyimlar sotiladi. $13 qaranglar narxlarini. Tak, mana bu yerda ham ayollarniki, mana kiyimlari har xil. Narxlari mana $15, $10, $14. Endi bolalarning kiyimlarini ko'ramiz. Mana bu skidka bo'layotgan ekan. Qaranglar, $5 dan nima ekan? Ko'rsataman, futbolkasi, faqat futbolka bilan jaket. Mana bular $5 ekan, qizlar. Qaranglar, skidkada ekan. Mana ko'rasizlarmi? Bolalarga mana bu ham $5 bo'lishi kerak. Qaranglar. Hozir bunaqasi ko'rsataman. Mana $5 ekan, mana shu skidkada qo'yishgan. Hozir o'g'lim, endi mana bu $10 ekan, qaranglar. Karterski ekan. Karterski 3 tali mana как раз. Futbolka, body и bitta shtanishkasi. Qaranglar, bu $10. Mana shunaqa zo'r skidkalar ham bo'ladi. Hozir endi mana bu 4 talini ko'rsataman sizlarga. Tak, mana bu 4 tali, ikkita body, ikkita shton. Bu ham $10 ekan. Bolalarniki qaranglar. Zo'r skidka qilishyaptilar ekan, qizlar. Qaranglar, mana bularni 4 tali, mana bular $10 dan. Mana bu ham qizlarniki $10 dan. Qaranglar, qizlar, mana bu qizlarning ko'ynagini tak mana $12 ga 11.97 ga qo'yib qo'yibdi, skidkada ekan. Mana bu ko'ynaklar har xil tsvetlari bor ekan. Shularni ham skidkada o'zi $15 bo'lgan ekan.